Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan inson qalbidan chiqqan qamal davomlashayotgan bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan sillar xalqning ochliq azobi tatayotganligini ko'rsatib bermoqda. Xitoyning bu ochliq irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish uchun bugun Istanbulda minglagan kishi Xitoy konsulxonasiga qarab oqmoqda. Şunun bilan birga dunyo miqyosida nurg'un davlatlarga Xitoy elchixona va konsulxonalari oldida turli axborot e'lon qilish va namoyish qilish faoliyatlari davomlashmoqda. İşgaliyetçi Xitoy rejimi Sharq Turkistonni xitoylashtirish, bulang-talang qilishdan iborat razil maqsadini ishga oshirish uchun Xitoydan Sharq Turkistonga kirib chiqadigan yana bir tosh yo'lni ko'paytirdi. Tangirtog' to'rining 7-sentabrdagi xabarda bildirishicha, J331 liniyasining Sharq Turkiston Gansu chegarasidan Nombozorgacha bo'lgan tosh yo'l turida yo'l yuzining yarmidan ko'paragiga asfalt yotqizilgan bo'lib, yil oxirida qatnash boshlash planlangan. Bu tür bütün ishga kirishtirilsa, Sharq Turkistondan Xitoyga kirib chiqadigan yangi bir tosh yo'l ko'payadi ekan. Mazkur boshlanish nuqtasi Liaoningning Dandongda bo'lib, sharqdan g'arbga qarab Sharq Turkiston 6 o'lkani kesib o'tadi ekan. Oxirgi nuqtasi Sharq Turkistonning Qabo noyasida ekan. Tayvan Mudofaa Ministerligi davlati atrofida Xitoyning 42 urush aeroplani, bir harbiy uçqusiz aeroplan va 9 paraxotning ko'rilganligini bayon qildi. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosining oldingi oydagi ziyoratidan keyin Xitoyning Tayvan atrofidagi harbiy chorlash faoliyatlari va Tayvan bo'g'izini ayirib turadigan o'rta liniyadan uchadigan aeroplanlarning ko'payayotganligi ko'rsatildi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotida bildirishicha, Orol atrofida bayqalgan 42 urush aeroplani, bir uçqusiz aeroplan va 9 paraxotning elektronlik iz qo'g'lash uskunalari, chorlash aeroplani, paraxot va boshqarilgan bomba sistemasi tarafidan iz qo'g'langan. Avstraliya va Yangi Zelandiya Angliya ayol podshohi Elizabet II vafot bo'lgandan keyin taxtga o'ltirilgan podshoh Charles IIIga bay'atini e'lon qildi. Avstraliya valisi David Horley poytaxt Canberrada o'tkazilgan marosimda Charles IIIning podshohligini qabul qilganligini bildirdi. Yangi Zelandiyaning poytaxti Wellingtonda bo'lsa, podshoh Charles IIIning taxtiga chiqqanligi munosabati bilan parlamentda rasmiy marosim o'tkazildi. Pakistanning janubidagi Sent o'lkasining har qaysi shaharlarida kelgan ofat sababidan nurg'un kishilar uylarini tashlab qochishga majbur bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Pokistonda yoqqan yomg'irning ta'sirida 14-iyundan boshlab taxminan 1400 odam qazo qilgan. O'zining kalendari va vaqt sistemasi bo'lgan Etiopiya 2015-yilga kirdi. Yaqinqi 2 yildan buyon to'qinish va siyosiy krizis bilan kurash qilayotgan bu davlatda siyosiy yo'llar va diniy doiralar yangi yil uchun tinchlik uchurlarini o'rtoqlashdi. Egilishicha, Etiopiya kalendarida oldingi 12 oyning har biri 30 kundan tarkib topadi. Kalendarda 12 oydan keyin 5 kundan 6 kungacha bo'lgan 13-oy bor. Bu kalendarga asosan yangi yil 11 yoki 12 sentabr kunlari kiradi.